Bu oladigan qizimi o'zidan nechtasi o'ta shotroq, suyuqli bir qiz bo'lganda bu. Munda tutsa, deb. Qanday qilib to'yga 3 kun qolibdi, bular bozorlarga kiyim-kechak olaylik deb chiqdi. Hozirda vaz vallahi yomon yuvashib ketgan kim kendi ko'chib maytosh bizdan keldi bu qizlarcha. O'tirib bir mo'ris munda yeri o'chiq burgansan yoqtirib qoldi qiz. Hey akam sarqana yomon bir faizga 85 ko'da aslan. Lekin bu shoshana noz kambag'al oildan kelib chiqqanda pul degan noz bir besim uningga. Hele qizlarning gapini olib turib ketdi bu. Hey, to'la ishchimni siqmay qarasan, sen og'an xo'sh bo'g'inam. Ay, elim seni olmada 80 narslar o'shgan batda seklardi. Tova Xudayım, oshkorlarma 85 ga opirib so'ram bo'ldim. Ay, men qo'mda ishlarimni 24 ga og'a mana menga degandikin bu qizning jamon ochiq gapi. Voy popni afransiz, aframanga sizdan chiqaylik. Hozircha opam yomon tez qo'shilgan elchilarga. Elchilarni kapitanga yerim xalta un ilib, opam mening ko'nglimga olmagan deshib jamon sap bir mol kansiz. Açtaq bo'lgandikilar bo'ldi, ammay u deb men ketibdi. To'ymi bo'libdi, to'y kuniga ustochi bu Lexus var-ku. Oshxonada birini bo'libdi. Oldida mahkamachilik bir shoför dedi. Cho'ng. Keyin shashanamda ayoli mashinada bir dast yo'l aytib chashisham. Mana Nurina keshanka u. Mustaqil to'g'an. Chash degan Nurin o'sha qatiribdi. Bu cho'ng akalarimiz o'zinglar bilsizlar, mana salmoq eg'ir bo'lsa yapsizlar, o'g'alchi bor deb amroq menda keldi. Bunun ondalıkını tek yoxmaydı, o maşinimi bir tepritke bulaq. Kozgıldı, depti, mayını, başlı depti, bir Lexus kem, yamaşlık manıpke bu. Bu çocuklukta sürekli güzellik kılmanıda maşin bu. Taza aydep git bir plan bu akımız kovuluş koydu mayın, oyan çıkır, mayını çıkıl deseyitke, şamalda köpüş bakın. Bir tal çaş, lekkinem, kaştan, oturgul tusuldu. Bu o pulunu çıkıp, şunda testap başka çaşın pulunu kırızdı da, açık yapıp, eynekten görüp koy. Gel apağını tova. Deplam şoförünün nörsi görüp kaptı. Aka xumyan bir qaryasan. Ana bu da. Hemen mat çarşını tuğacağın şu hakkıdım sen bilemsin aka. Bu bana kısıp şu astayda bulamlar. Diken bu akımız heyran kaptı. Aka yansam kurut yapıyor. Deptiken bu akımızdan heyran kaptı. Tova Xudayım yapıp bürcük eriyal basında bir 212 tuttuğunda. Restorandan aldığım ekepte çıktılar. Ya Allah şükre. Bu kırıp muşta sızdık benim bu diyen. Restoran kırıp lan çatlayığı derya diyen oynap kaptı. Aşırı bir usulları var bunun. Hemimiz bilimiz bu toyulganken bir aralıkta bir kız yigitlerden çıkıp anlarımız çıkıp peşansı suyap şarpını atlayıp özlük mutaka başta kılıdı. Kelinçekni so'yapti, qizim baxti qo'ldan deb, qiz qo'ldan so'yapti, o'g'il qo'ldan so'yapti, men shoshana akaga aytdi-da, u hadimiz an peshan tursanlar qilganda 10 vaqt turib olgan ishchiga ketib qoldimi, o'zaro so'yapti ekan. Bu mal u bir qoida uqmagan ekan, uyg'urni o'rib oldi. So'yap, shunda bilan baxti qo'ldan bilan deb qo'ychi bilan hajab bir payzont makat to'g'ri. Ay, ada organima chaqtirgan narsalarga to's bo'lganlar. Bu cho'ng onimizni ochiq dahshatli gapdi. Ey, men gitma sen. Ma baxtilavasi ma nima deydi ma bu? Sarango ma bu. Debdi va yo'qlar mana. Bitta to'ychi gap başda qildi, hamda bu to'ydan haqiqatini gapda gram xabar yo'q. To'y qanday oldu, yana birim qanday oldu, yana birim hech nima qilmaydi, faqat mo'y mazmunini bildi bu. Bu to'y qanday hamimiz bilamiz, avlod qoldiramiz, bolamiz bo'ladi, bu bir qonuniyat. Oshni qilmaydi. Bu qizning qo's bag'osi yo'g'ongan ekan, bir kun hayronlik qilibdi bu. Shunda qar qo'saq domba ya deblo ayol chaqirib qoldi. Ey loponi chipalaysa. Chipala. Ama tomoq ikki tatdim. Bak bu bir chaladin dedi. Sen ma'qula deb anqilib turibdi. Atamaga pozno.
Açarken indi tozu tımda juğnayda qo'sqan o'smamiz qara. Deb iken bu qizlarning ko'ngli dahshatli kepti. To'g'ri, men ayollab teksam, men bolani ko'tarib o'tib yursam, o'sma deydi men. Nuri qilib o'qdi. Assalomu alaykum. Nuri yaxshimi? Alaykum assalom yaxshi. Chaqan kirama cho'qib appamni jamoat ketmana rasmi. Shunda chiqib. Ay nimdaydi men og'inaz kelga qo'yib qo'ydim. Diken göçünü verip sabah bu hacanın bu müşteri oldu. Toxtatdım ben iki kız yapmaydı bir oynaşık ekrep bir saatlik içeri oturdu. Ey bu toyuğan ki sen yaptırıp aldı. Bu kanuniyet asasla senin balak olgan farzandın senin evladın buldu asasla yoğunaydı senin balak oğludu diken açtaklayacak yedisini ötepti. Açtak vay benim bulandı kadirlepti. Günler ötep bu kusak 7 aylık koptu, 8 aylık koptu, 9 aylık koptu. 9 ay 10 gün bu kadar bu şaşananın ayalı tuğuptu. Ayalı tuğup balık kusaktan düşmem ta.